Diqqat shoshilinch xabar. Navoiyda dahshatli yo'l transport hodisasida 2 kishi halok bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Bugun 2-may kuni Navoiy viloyatining Konimix tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, soat 07:20larda Konimix tumani Karakata Ofuy hududidan o'tuvchi A379 Navoiy Uchquduq xalqaro ahamiyatga molik avtomobil yo'lining 142-143 kilometrlari oralig'ida haydovchi ismi qisqartirilgan NJ boshqaruvida bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomobil Zarafshon Navoiy yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelib, tezlikni oshirish oqibatida yo'lning xavfli burilish joyida rul boshqaruvini yo'qotgan. Shundan so'ng u qarama-qarshi tomonga chiqib ketib, MA boshqaruvida bo'lgan Scania 114L rusumli avtomashina bilan to'qnashgan va yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda Nexia 3 rusumli avtomobil haydovchisi va yo'lovchisi og'ir tan jarohatlari sabab vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, voqea tafsilotlarini o'rganish yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.